O ayol kuni kirivergan ekan, heliqi bechora noliqib ketibdi-ku. Ah, Xudo, mendan boshqa qarg'u yo'qmi bu? Ağır naliqib ketibdi. Ağa çoturlar. Qizchaq, yana birdan o'ltirayli. Shundoq charchab qoldingiz, erib qoldingiz. Ketganda kechki ishlaverib, kelinglar bu yoqqa. Qizchaq, kelinglar. Men ishmayman. Men ishmayman. Meni zo'lima. Nega qachdingiz? Qizchaq, bu yoqqa kelinglar. Nega qachsiz? Nima bo'ldingiz? Qizchaq. O mesut qapti. Hech qisi yo'q. Qo'rqma. Men Aytiq to'shmidi-ku. Ay to'shqanda alay. qiyinchiligingiz bor emasmi? Sizga oldin berib turay. Voy, bu 500 ekan-ku. Bu oydan boshlab ish haqingizni o'stirib berishni aytib keldim. Yaxshi ishlayapsiz emasmi? Rahmat sizga. Men ko'p yordam qildingiz. Bu qanchalik ishdi? Xo'shamsa. Qadriya, Ha? esimdan ko'tarilib qopti. Xadija hadingiz sizni uyga boshlab keling degandi. Onun siz bilan tanishib vaqti bor ekan. Bo'lmasa bizning uyga ketayli. Soatni birdan eshibdi. Baribir yotoq binosining eshigini taqib etdi. Voy, soat birdan eshibdi. Endi qanday qilaman? Shunday qilayli. Biznikiga borayli. Buncha kechda bosam qanday bo'la? Hech nima bo'lmaydi. Restoranimiz ishlayotganlardan faqat sizlar bizning o'yini bilmaysiz. Xadija hadingizning mijozi yaxshi. Tanishib qolsangiz ortiq ketmaydi. Qadriya. Nima bo'ldinglar? Qora esib qoldimi nima? Qadriya tushimga kirib qopti. Shu bechora qizini tashlab o'tdik. Qadriya avatgan ikki poch xatga javobmi yozolmadik? Quruq xatni avatay desa, tex qamlashmagan. Siz meni davolatdiman deb pulning hammasini doktorxonaga tiqib etdingiz. Unda bo'lsa, sizdan davolatmay tashlaversan bo'lamdi. Qadriya qanoatchan qiz. Uyning ahvolini obdan biladi. Har oyda pul avatmadi deb xappopmi ketmaydi. Undaq degan bilan men qilmasa qiz bola emasmi? Kiyim kiygisi keladi. Savoqdoshlarining oldida bo'yni qisilib qolmaskan deyman.
O'zingizning uyda o'ltagandek erkin azod o'ltiring. Xadicha adam kelarmi, kemasmi? Keladi, kelmay nega boradi? Shu yilqi bir tuqqani doktorxonada yetib qopti ekan. Shuni yo'qlig'ili ketgandi. Aram bir kelganda toza qamlashmagan ish bo'ldi. Men chiqib telefon qilib etgach, choy damlab kiray. Siz o'ltirib turing. Qani, choy iling. Xadicha hadingiz kep bo'lanmay, toza satish oldi. Quruq choy yo'qsimi, ishkash o'ltiring. Akşam Kadriye qaytib kelmabdi-da. Shadiya, nim deding? Yo'q, hech nima. Qadriyaning gapini qilyapman shu. U akşam qaytib kelmagan o'xshamamdi. Qaytib kelmadi? U har kuni yarim kechada yotoq kelishdan nomus qilib, bir yerda qo'nib qolgandi, haqiqatan. Qadriyaga nasihat qilsak bo'ladi, qizlar. Uning ishlari zada aplashmay qoldi. Nimasi aplashmabdi? Uning restoranda ishlab pul topqani yamanmi? Uning oila qiyinchiligini hammamiz bilamiz. Unga qaysimiz yordam qila oldik? Qadriya ishlasa yomon yerda ishlamadi. Mening tuqqinimning restoranida ishlayotdi. Sizlar ancha ham yeb ketmasanglarmi bo'ladi? Bo'ldi qiling, Qadriya. Bo'ldi qiling. Yig'laver. Qo'shnilar anglab qolsa, har shikilimiz yaxshi emas. Tushundingizmi? Qadriya, men sizni rozi qilaman. Har qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, mana men sizga yordam qilaman. Bundan keyin men sizni buningdan atalab ishlataman. Endi hech nimaga muhtoj bo'lmaysiz. Mau pulni yanchug'ingizga sep qo'ying. Bu sizga qilgan yordamim bo'lib qolsin. Nimishqa meni aldaysiz? Nimishqa menga ziyonkashlik qilasiz? Muhtojlik tufayli restoraningizda ishlaganim gunohmi?
hech qanday ish bo'lmaydi Qadriya. Men bilan aralashsangiz, bundan keyin yaxshi turmush kechirsiz. Namrat ota-onangizning egringiz tushmaydi. Gapimni anglang. Men bu pulni elib hech kimga demayman. Siz meni Namratgan pul bersam nima qilsam qila olayman deb o'ylayapsizsiz? Bilib qo'ying, men Namrat bo'lsam, vicdonim bilan yashayman. Bundoq yashagandan o'lib og'inim tinsak. Elim olsiz pullaringizni. Qadriya! Qadriya! Qadriya zot nima ketganda Shodiya? U bugun tushkishi dars qatnashmadi. Qadriya zotli bunda qilmaydi. Restoranga berib surishtirib boqamdiq ya. Uningga bir ish bo'lib qolmasin yana. Tazim bir ish bo'ldi-ku. Siz bir berib boqsangiz o'ptiga. Qaraganda u oqshom restorandan kechgacha beka bo'lamagan o'xshaydi. Beka olamagan bo'lsa-mu, u darsga kelish kerak-ku. Boyatin Nabiy muallimni qattiq surishtirib ketganda ko'mdingizmi? Qadriyaning nima qilganidir bu? Hech bo'lmasa xabar qilyapsiz bo'lmamdi. Men jim o'ltirmay restorandan bekali ish o'qish beribdiman uningga. Ichim og'rib qolgan yordamim xafalık etganisi bo'ladi-ku. Ha, siz xafa bo'lmay Qadriya ishiga restoranga berib boqsangiz o'ptiga. Menimcha restorandagilar uni nima ketganligini bilishi mumkin. Rost deysiz, berib boqaymiz. Pulni ət tapşırmasanlar qat'iy bo'lmaydi. Bu doktorxonamizning qoidasi. Bizning boshqa amalimiz yo'q. Akagan pullarimizning hammasi tugab ketdi. Doktor, bizning boshqa hech qanday amalimiz qolmadi. Sizlarning amaliy qiyinchiliginglarni nazarda tutib, helimi doktorxonamiz ko'p yordam qildi. Endi bizni qistasanglar bo'lmaydi. Pul tapşırmasanlar, davolashni to'xtatmoqdan boshqa amalimiz yo'q. Shundoq qiling. Ozroq pul g'amlab keling. Ko'rdigan yana bir kasal bor edi. Shundoq bo'lsin amisi. Doktor, yana qanchalik pul topshirsam, xotinimni davolab saqayt qilib bo'la. Hozirgi mo'lchardan qaraganda yana 60 ming yuan bo'lsa davolig'i bo'ladi. Lekin vaqtni o'tkazmasanglar bo'lmaydi. Hozir ko'krakdagi limfa bezlari badanga tarqalish bosqichida ekan. Shunga jiddiy oldini olishga to'g'ri keladi.
Qadriya? Siz nima ketdingiz? Sizdan bek ansirab ketdik. Shodiya sizni surishtirganda restoranga ketgan edi. Sizga bir ish bo'lmaganda, ajab mijozangiz yo'qdek ruhsiz ko'rinasiz-ku. Manga yetish bo'lmadi. Akşamı yatak kelmepsiz. Bugün tush numarımı ders qatnaşmadınız. Nabi muallim qattiq surishtirib ketdi. Zat nega bordingiz? Akşam yurtdan tıqqanlar chiqib degan. Lyudovanga boshlab basangiz deb turib oldi. Shunga shu yerga ketgan edi. Darsga vaqtida kirmay qoldi. Unda xishmeti. Biz de sizni restoranda kash qilib, bir ishga uchrab qoldimikin deb ansirab ketibdimiz. Xo'sh, Qaysar. Ne görsiz? Sinfga kirib azroq takror qilib olay. Qadriya! Qadriya bugün g'alitil bo'lib qopti. Men bo'lgan muomalasini qiziqin emas. Uni ranjitib qo'ygan yerlarim bormi deya. Yaxshimisiz İskandar aka? Voy, Shodiya, yaxshimisiz? Bir ishingiz bormi? Qadriya akşam yataqqa kelmadi. Atgan darsga qatnashmadi. Shunga Qadriyani izlab bu yerga kelishim. Ha, Qadriya akşam xeyli kechgacha ishlagan. Restorandagi qizlar bilan birga qo'nib qoldi-ku deyman. Ansirab ketmang. Qadriya asli restoranda kash qilib, shu maktabga qaytamabdi ekanda. Babo maylig'i. Uni men atayin ko'rgan tursam. Ha, rost İskandar aka, Qadriya qandaqroq ishlayotdi? Yaxshi ishlayapti. Qaysar, siz Yig'latsiz bu. Sizga nima bo'ldi? Menga ayting, sizning azoblikda zaten nima ish yuz berdi? sizdan o'tinib qolay Qaysar. Meni birdam aramga qo'ying ma'qulmi? Bugun men haqiqiy ahvolni bilmasam bo'lmaydi. Kayningizda bu yerga erishib kelishimdek maqsadim shu edi. Menga bugun haqiqiy ahvolni aytib bering bo'lamdi. Siz birligidek hech qanday ish yo'q Qaysar. Menga soljidek chaplashib ma'qulmi? Hamsi nima ishga yolg'iz bu yerga kelasiz? Ben bilib turibman. Siz hayotda umidsizlandingiz. Shunga bu ko'lga o'zingizni tashlab o'lib olmoqchi bo'lyapsiz. Qadriya, nima ish bunda qo'rqinch chiqishni qilmoqchi bo'lasiz? Qani sizdagi iroda? Qiyinchilik oldida shunday ojizlik qilasiz. Jinim Qadriya, har qanday ish bo'lsa men sizga yordam qilaman-ku. Savoqdoshlarim yordam qiladi-ku. Siz shunday irodasizlik qilamsiz. Qadriya! Qadriya! Ko'nglimni yerim qilmoqla xotin. Men yurtga berib, pulning amalini qilib, sizni qayta davolat qil aklaman. Sizlarni cho'qim davolataman. O'tiringlar.
Savaqdaşlar, bugün biz yeni dersimizni başlaymiz. Yeni dersimizni başlashdan burun oldingi soatlik darsni bir takrorlab boqaylik. Yozuvchi Zo'rdin Sabir asarlarining badiiy aloyidligi qaysi jihatlarda ifodalandi? Qani, qaysinglar javob berib boqsizlar? Qadriya, siz javob bering. Mərhum yazğıcı Zo'rdin Sabir Uyg'ur adabiyotida alayda ta'sirga ega. Uning nurg'un esil hikoya, povest, romanlarini xalqimiz yoqtirib o'qib keldi. Undaqda Zo'rdin Sabir asarlarining badiiy aloyidliklari qaysi jihatlarda gavdalik ifodalandi? Mushu oddiy savolga javob beramansiz? Qarag'anda takror qilmagan o'xshamamsiz. Darsda xeyli oldidingiz. Sizga nima bo'ldi, Qadriya? Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Qani o'tiring. Bundan keyin diqqat qiling, ha? Qani kim javob berdi? Qizim Qadriya, yaxshi turyapsiz. Uzoq bo'ldi sizga xat yozamadik. Pulni avatamadik. Bizdan ranjib qoldingizmi kenjaning qizim? Apangiz ishkimiz sizni bakli sevgindik. Her kuni sizning gaplaringizni qilishimiz. Pat-pat tushimga kirib qolasiz. Siz bilan ko'rishishga shunchalik taqozo bo'lib ketyapmiz. Qadriya, aslida bu yerda ekansan-da, seni izlab bormagan yerim qolmadi. Iskandar akam seni restoranga bormidi deb o'zi izlab kelibdi. Darvoza oldida qoldi, chiqib ko'rishib kirgan. Endi restoranda ishligim yo'q, Shodiya. Bo'ldi, ko'rishmaychi. Ishlamayman? Nima ish qilmaysan? Pulni az ko'rib qoldingmi ya? Yo'q. Restoranda ishlasam darsimga ta'sir yetadi ekan, shunga ishlamaymikin deyman. Ko'nglinga kelsin deb qo'yay adash. Sen kuyingani zotli bilmaydi ekansan. Maktab yotoq pulini so'ylagida bir haftadan oshdi. Uyingdan ya pul kelmasa, restoranda ishlashni texnik xohlamasang, sen qiyinchiligingni zodi qanday hal qilmoqchi? Seni hech tushunmadim, Qadriya. Bo'pti, ishliging bo'lmasa ixtiyoring. Lekin mening yuzimni qilib bo'lsa-mu, Iskandar akamga o'zing javob ber. Men ketdim, xush. Shodiya, Mashinaga chiqing Qadriya. Mashinada paranglashaylik. Ha? Necha kundan beri o'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib azoblanib yurdim. Oxiri vijdon azobiga chidamay sizni izlab kelishimdi. Mashinaga chiqing. Biz chiroyli paranglashaylik. Sizni ranjitib qo'ydim, Qadriya. Hozir sizdan qancha afo so'rasam-mu, meni baribir kechirmaysiz. Shundaqmi? Bo'ladigan ish bo'ldi. Endi yana azoblanaversangiz, o'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Maktabdagi savoqdoshlaringizmi bu kayfiyatingizni ko'rsa, sizdan gumonlanib qoladi. men necha kundan buyon o'lib o'lishni o'ylab yuryapman. Hozir men shunday qilmoqdan boshqa yo'l qolmadi. Yo'q.
Qadriye, bo'lmag'ur xiyollarni qilmang. Men sizga yordam qilaman. O'qishingizni bitirguncha yordam qilaman. Hozir bu ishlarni ikkimizdan boshqa insejin bilmaydi-ku. Yana nemishqa o'lib olmoqchi bo'lasiz. Sizdan o'tinay. O'zingizni meni nobud qiladigan ishni hargiz qilmang, ma'qulmi? Gapingiz tugidimi? Men chiqib ketaman. Yo'q, Qadriye, gapim tek tugimadi. Men sizning meni tushunishingizni umid qilaman. Men siz o'ylagandek undaq eski odam emas. Shodiyaning deyishicha, yotoq pulini texchi to'layapsiz. Reallikni qabul qiling. Shunga bugundan boshlab restoranga bering. Agar mushunda xil to'xtab qolsangiz, Shodiya gumonlanib qolmamdi. Voy, dadisi. Xiyol qilavermay, uyquңizni uxlang. Yeting. Beşim ketib ketib bardi xotin. Tezroq bir pulning amalini qilib, sizlarni davoltib olsam bo'ladi. 2 kundan beri og'riqim xeli besqib qoldi. Qaraganda yaxshi bo'lib qoladigan o'xshayman. Mening ko'nglimni ayab, yolg'on so'zlayapsizlar xotin. Amaliyotda kesilinglar kundan kunga ig'irlab ketib boradi. Doktor vaqtni o'tkazib yotmanglar degan edi. Qanday qilsa qo'la. Ma pul ajabmi o'zini ko'rsatdi xotin. Qo'limizdagiga xili chiqib bo'lgandan bir qismini haq setib o'taylikmi ya. Mushunda qilib sizni davolatmasam bo'lmaydi xotin. Yerni setvasangiz qanday bo'ladi? Buningdan boshqa amal yo'q xotin. Nemishqa mening g'amimni yeydigansiz? Men baribir saqlayamayman. Meni davolataman deb qarzdor bo'lg'ich. Qadriyani yaxshiroq o'qitayli. Yo'q. Sizni davolatmasam bo'lmaydi xotin. Menga Qadriyaga siz bo'lmasanglar bo'lmaydi. Men yani siz bilan birga aytda Noillik hukumatga berib, Noillik hukumatdan ozroq yordam so'rab boqay deb o'ylayapman. Oila ahvolimizni desam, Noillik hukumat cho'qim oztil yordam qilishi mumkin. O'tganda yezlik hukumatmi yordam qildi-ku. Saat 10'dan eşipti Qadriye. İşten tushsangiz bo'ladi. Ma'qul. Men sizni olib qo'yay. Yo'q bo'ldi, o'zim ketalayman. Ansirab ketmang, sizni hech nima qilmayman. Avtobus bekitib berib olsammi qo'rqmayman. Nemandoq johillik qilasiz? Agar sizga biror ish bo'lsa, buningga kim egan?
Qo'rqma. Bu o'tganda menga berib o'tgan ish haqqingiz. Elang. Sizga yordam qilay deb. Yana azroq pul qo'shib qo'ydim. Ikki o'quvchimning o'qish puli oxir hal bo'ldi. Nayt yaxshi bo'pti. Nabi, shuncha vaqtdan beri tatqan japoyingiz bekor ketmabdi. Rahmat. Maktab o'qish pulining hammasini ko'taryaptimi? Shundaq. Qaysar bilan Qadriyaning oila qiyinchiligi favqulodda og'ir bo'lg'achqa, maktab, hukumat, ma'rif tarmoqlari ularga e'tibor berib, o'qish rasxotlarini ko'taradigan bo'ldi. Maktab ularga yordam qilib, haqiqatan yaxshi ish qildi. To'g'ri. Tashkilning ularga yordam qilgani yaxshi bo'pti. Biz hammamiz qo'llaymiz. Shundaq, hammamiz qo'llaymiz. Ammo sizlarga desam, Qadriyaning bir 2 oydan buyongi o'g'inish ahvolidan qaraganda chekinish xeyli og'ir. Men Qadriya bilan ko'p qitim so'zlashdim. Oilasining ahvoli, yana ba'zi amaliy qiyinchiliklar uni haqiqatan gangirtib qo'ygan. Endi o'qish puli hal bo'lgandan keyin uning olg'i besishiga ishonchim komil. Qiyinchilik bor nurg'un o'quvchilar yaxshi o'qiyotdi-ku. Ularning irodasi mustahkam. Qiyinchilik taqobil turish ro'yi kuchlik. Meningcha Qadriyaning ulardan hech qanday farqi yo'q. Voy. Xadijami? Men bek Ha. saqlab ketdim sizga. Nimishga bo'lamaysiz? Restoranga bir necha ustallik mehmon keladigan bo'lib qolgandi. Kam narsalarni opirib hamsam bo'lmaydi ekan. Siz eng yaxshisi taksi bilan keling. Ishingiz bo'lsa bo'pti. O'zim ketaveray. Ma'qul, xo'sh. Menga nayt ko'p yordam qildingiz. Sizga qanday rahmat aytishimni bilmayapman. Men senga hech nima qilib beramadim, Qaysar. Bu maktab va ma'rif tarmoqlarining g'amxo'rligi. Hozir Qadriya ishqinglarning qiyinchiligi zo'r darajada yengilladi. Shunga men sizlarning yaxshi o'qishinglarni umid qilaman. Irodanglar mustahkam bo'lsalar, oliy maktab hayotida sizlar nurg'un bilim egallayaysizlar. Nabi muallim, siz xotirjam bo'ling. Biz sizga, maktabga yuz kilometrga ishni hargiz qilmaymiz. Maktabdan bizdan kutgan umidini cho'qim oqlashtirishimiz. Yaxshi, mayli. Siz Xadijada har qancha bo'lsa Qadriya siz yo'q chaqda bu uyga kelmagandi. Qo'shnilarni yolg'on aytdi deyli. Ammis nimish Qadriyaning chasi bu uyda tushib qoladi. Bu chasni men Qadriyaning beshida ko'rgan tursam, qarang.
Zada ishengim kelmaydi. Menimcha Qadriya bunda qilmaydi. Paketni ko'rib turibmi, yana ishongingiz kelmayapti-da. Men sizning yuzingizni qilib bu qalandarning beshini silgan edim. Bundaq rasvochilik qilarni bilgan bo'lsam, restoranning bo'sog'isiga yo'latmaskanman. Ishning tegdakini bilmay turib ortiq ish chechilib ketmang ada. Birovga behuda uval qilsaq bo'lmaydi. Xadijada, Qadriya yaxshi qiz. Menimcha ahvolning tegdakini o'ptaroq aniqlab baqinimiz tuzuk. Nima? Yana saboq deshingizga chapan yeyapsizmi? Hamma ishni qilgan. Asli siz. Men nima qilibman? Namrat bir qizga ich chaqirtib sizlar tunishtirib qo'yganim gunohmi? Qadriya necha oldida qandaq edi? Yodingizdami? Amdilikda qandaq o'zgarib ketibdi. Iskandar pul bermasa, isil moda kiyimlarni kiyalamdi. Bu gapim yolg'onmi? Xadijada, unda xo'si ishning tegdakini o'zim aniqlab baqay. Shodiya? Shodiya? To'xta. Agar billa o'tkin kelsa, hozirli yo'qol. Yo'qol! Nimaga bezirib qarab tursa? Chiq uydan! Sen ishbaz, vijdonsiz, o'zgaribsan. Butunlay o'zgaribsan. Sening maqsading past qurgan bu oilani vayron qilish, meni azoblash. Mening bundoq yashag'imdan o'lganim yaxshi. Ölsang ölmemse! Senin de qanjoqdan jaq to'ydim. Hozirli ko'zimda yo'qol! Hey! Yerni sitib bitib, endi inga gölab o'ltadingmi? Yerni satqandikan, kent kitob sudiga haqlarni endi go berib o'tasan? Hey! Men sana gap qilyapman. Pulni topshirsan yo'q. O'tib ketgan Afg'onimikin bu. Yerni mol setib oldi, pulni topshirmaydi-ku. O'zini bilib beraymi demaydi? Xap. Sendan olmaydigan bo'lsam. Bugun oldingda o'lib beraman. Rostini o'lib beraman. Voy. Qo'ya pichoqni. Qo'ya pichoqni. Meni yolg'on so'zlayotdi deyman. Bundoq turmushda jah to'ydim. Pichoqni qo'y. Yo'q. Pichoqni qo'y deyapman. Gap qilmasam haddidan oshida bu. Seningdek o'ktamga tetiquvchiligim bor mening. Pichoq ko'tarib meni qo'rqatmoqchimi? Men sen köyünüp tuqquningni tunishtirib qo'ygan tursam, bu sening nima qilganing? Nima ish qilib mening yuzimni qilmaysan? Men sening bundaq rasvochilik qilishingni o'ylamabdi ekanman. Ayol kishi yo'q o'g'im berib qo'nib qolamsan. Mushundaq ishni qilish qijdoning qandoq bichidiganda? Sana ish chog'irtib ko'yinganlarimga pushaymon qilyapman Qadriga. Sen o'zgarib ketibsan, butunlay o'zgarib ketibsan. Mening tushuntirishlarimni anglab baqsang bo'lmamda Shodiya. Sen meni ayblayapsan. Amaliyotda Iskandar akam meni aldab uyga olib borgan. Sen ahvolni bilmay turib meni ayblama. Keyingi ishlarni tilga ilish
bilishni xohlamayman. Men necha qitim o'lib bilishni o'yladim. Lekin ota-onamni ömürlük dert azap qo'yishdan ansirab bu niyetimdan yandim. Yuragimdagi dard hasratni bir o'zim bilmay shundoq turib o'qigan men gunohkormi? Undaqda Iskandar akam siz yankashlik qildi-da. O meni oldida menga val qildi. Yuragimda mangulik jarohat qoldirdi. Sendan o'tinib qolay Shodiya. Bu sirni hech kimga tinmagan bo'lsa, agar bu sir oshkorlanib qolsa, mening oqibatim yaxshi bo'lmaydi. Menga yordam qilgan sendan o'tinib qolay Shodiya. Qadriya? Qadriya? Mushkullarda sizga zoda nim bo'ldi? Nima ish mendan o'zingizni qochirsiz? Agar ranjitib qolgan yerlarim bo'lsa, ochiq deysangiz bo'lmamdi. Sizni tushunamadim Qadriya. Harakatlaringiz bag'asir sirliqlashib ketyapti. Nima ish shunday qilasiz, ayting Qadriya? Nima ish gap qilmaysiz Qadriya? Zuvoningiz tutilib qoldimi nima? Qo'limni qo'yib etdim Qaysar. Sizni aylantirayotgan birasi bana o'xshamamdi. Mushkullarda o'zgarib boshqa Qadriya olib qoldingiz bilamsiz? Yoki mendan ayrilib ketishni o'ylayapsizmi ya? Bo'ldi siz bilan. Qadriya! Qadriya! Qadriyaga zotning bo'lganda menimi o'zinimi azoblig'icha ko'ngildagi haqiqiy gapni desa bo'lmamdi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Oddiy rahosini tabriklab turaylik. Sal turib so'rin tuzab. Qaltis o'ltiramiz. Rahmat sizga. Qani, xo'ja. Siz bek chiroyli jimoq Qadriya, ha? Nadikini. Siz bilan uzungacha aralashib hayotning payzini sursam deyman. Bu talabimga qo'shilasizmi? Yelimim meni oz ahmaq qilmadingiz. Hozir Shodiya hamma ishni uqib bo'ldi. Mushu necha kun ichida men qo'rqib yuryapman. Agar bu ishni maktab uqib qolsa, Shodiyaga nima ish dedingiz? Nima? Bu paskin bilan munosabatim yo'q da'vatdan-ku. Endi bu nima ish? Nomus qilmay o'ltirib ketishginni. Men sizga tushuntirib qo'yay. Bugun Qadriyaning tug'ilgan kuni ekan. Shunga tabriklab qo'yay degan. Mening tug'ilgan kunim bilan ajab qaring bo'lmaydi. Bu paskinning tug'ilgan kuni ajab tabriklab ketibsan-a? Munosabating bo'lmasa shunday qilamdim. Bu qalamda ko'zingga chiroyli ko'rinib ketdimi-ya? Men yurtga yo'liq sap qo'yib, buzuqchilik qilib yuribsan-da. Men sizga tushuntiray dedim-ku. Bu mening yaxshi ko'nglim-ku. Xadijada men oldimizga qanday yolvorib kelganing yodingdimi? İçimiz axırıb restoranımızda işləsək, endi xəxna oyunu buzğudak bo'ldi. Bo'ldi! Namusun bilməydiğən, sən rəsvanın ədvini bəyləydiğən bolsan! Qolunu tart! Sən buzuqla! Sən iş Bo'ldi qız! Bo'ldi qız! Sıramış ikinci ayak basqıç bolma! Sizning maktabga yangi kelgan chog'dagi qiyofatingiz nakatda Qadriya.
O çağda qiyinchilığınız bolsa-mı, amma iradlik ediniz. Ögünüşke tirişatdınız. Hazırçı, mektep o'qish pullaringizni ko'tarib etdi. Biroq siz xohlasangiz dars qatnashib, xohlasangiz qatnashmay, o'quvchilar ichida yomon ta'sir paydo qildingiz. Mushunda qilsangiz, maktabga yuz kelalamsiz. Sizga zo'r umidlarni bog'lagan o'qituvchilarga, ota-onangizga yuz kelalamsiz, ha? Bo'ldi. Chiqib, mening gaplarimni obdan o'ylanib beqing. Yo'lni xato mengib, istiqbolingizni nobud qilmasligingizni umid qilaman qadriya. Bo'ldi, chiqib keting. Rısva, şərməndə! Mən senin bundaq iflasıqlarını qılışını zaten oylamabdıken mən. Bana belki şiiri şeker verdilerim, ne hak etti? Ha? Sen bizden muhabbetimizni oyuncuk görüp kaldın mı? Meni aldaşqa, bana vapasızlık kılışqa qandaq vicdanın çididi. Gep kılar Rısva! Pulluq savdogar ko'nglini tutib oldi. Shuni namra savalchini ahmoq topmoqchi bo'ldi, shundaqmi? Siz bo'lsangizmi meni tushuning Qaysar. Men ziyonkashlik uchirgan, aldangan. Mening hozirgi qalb azobimni hech kim bilmaydi. Yo'q. Yo'q. Sen yolg'on so'zlayapsan. Sen ko'z yoshing orqali mening yesdoshligimga erishmoqchi bo'layapsan. Ama bu senin uflab düşüyor. Ben seni bilmey yaxşı görüp ağrımga pişayman kılıvatı ben bilemsen. Boldi. Bugünden başlap münasebetimiz müşekçi olsun. Hey! Hey! Ben bağma degendikin bağma uqding mu? Yo'q. Yo'q. Saboqdoshlar. Men hammanglarning maktabni yaxshi natija bilan bitirishinglarni orzu qilatdim. Ammo sinfimizda men o'ylamagan ishlar yuz berdi. Bugün men sizlarga bir ko'ngilsiz xabarni yetkazmoqchiman. Saboqdosh Qadriya İdris o'zining o'quvchilik sifatini saqlamay, maktab ichi va jamiyatda yomon ta'sir paydo qilganligi uchun uni maktabdan chekindirish qaror qilindi. Xudo, men seni nima ish qilib qo'ydim? Mening taqdirim butunlay nobud bo'ldi. Ay, esim. Qadriya. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Maktabdan ayrilganga taqdiring nobud bo'lib ketmas. Hayot deganda imkoniyat ko'p-ku.
Şadiye. Men zade nima ish qilib qo'ydim? Bugun xuddi qo'rqinchli tushdan uyg'ongandek aloqasida bo'lib ketyapman. Men maktabdan haydaladigan Qadriya emasdim. Mening ne arzu armanlarım bor edi. Endi taqdirim butunlay nobud bo'ldi. Men nima degan irodasiz, nima degan baxtsiz. Endi men qandaymi qilaman? Ota-onamning yuziga qandaymi qarayman? Assalomu alaykum. Men Qadriyaning dadisi. Qadriya bosh yoqtirayotgan bo'lsangiz. To'xtab turing, ha. Qadriya, dadonkan. Vay, dadamma. Qadriya qizim, yaxshi turyapsiz. Yaxshirdingizmi, dada? Apangizning ahvoli yaxshi emas. Darhol yurtga kelgan bo'lsangiz. Apamga nima bo'ldi? Darhol keling qizim. Kamisingiz bo'lmaydi. Apangiz sizga tortishib. Dada, ochiqroq deysizchi? Apamga zada nima bo'ldi? Sizga demagan edim qizim. Apangiz qattiq og'rib, davolatgan bo'lsam yaxshi bo'laman. Sizni bir ko'rib olsam deb turib oldim. Maktabdan so'rab, darhol kelgan bo'lsangiz qizim. Canım apa. Qadriya. Canım dada. Qadriya. Apa dada. Sizlar mendek nodon qizinglarni kechirasizlarmi? Men sizga necha qitim degandim-ku. Meni bu yerga nima ish qilib keldingiz? Gap bo'lsa telefon qilsangiz bo'lmadimi? Yanfoningizga telefon qilsam yetib qo'yibsiz, shuni izlab kelishimdi. Opamning kasali bak og'ir ekan. Jiddiy yurtga bormoqchi edim. Shunga ozroq pul berib turgan bo'lsangiz. Hajabmi ishingizga qizib ekansiz. Xadijaning og'zini aram bosganda meni nimishqa bu yerga izlab keldingiz deyapman. Opamning kasali bak og'ir ekan. Opamni bir ko'rib olay degandim. Basınız Hech bo'lmasa qarz berib turing bo'lamdi. Meni ikkinchi izlaguvchi bo'lmam. Uqdingizmi? Saboqdoshlar, bugungi raqobatga to'lgan dunyoda putirab turish uchun va muvaffaqiyat qozonish uchun bizda mustahkam g'oya va iroda bo'lishi, kuchli izdinish va ijodkorlik ro'yi bo'lishi lozim. Xalqqa yaramli avlodlardan bo'lish, vatanning umidini aqlash sizlarning majburiyatinglar va burchinglar. Saboqdoshlar, mening yana ta'kidlaydiganim, sizlar oliy maktabdagi bu qisqa, ammo qimmatli vaqtni qadrlashinglar kerak. Shu chog'dalar o'zinglarning istiqbolini yorita olasizlar. Fursat qaytib kelmaydi, saboqdoshlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا بسم الله الرحمن الرحيم آمين الله أكبر